Ozgina vaqt o'tgandan keyin doktorxonasiga yana bordik. Lift juda ham to'la ekan va men zinadan chiqishga qaror qildim. Bu yoqda ham odam rosa ko'p. Doktorimiz operatsiya jarayonidan chiqib, bizga tushuntirib berishlari kerak edi. Doktorimiz keldilar va aytdilarki, men hamma analizlar bilan tanishib chiqdim. Hech qanaqa onkologiya asorati yo'q. Oshqozon grijasi haqida esa dori bilan davolash imkoni bor deb aytdilar. Va mana o'zlari tushuntiradilar hozir. Men sizga yordam bermoqchiman, lekin zararlamoqchi ham emasman. Shuning uchun hech nima kerak emas. Keyin sekin liftga qarab ketdik va pastga tushgandan keyin qarasam sumkam qolib ketibdi. Va yana obratno shu xonaga kirdim, sumkamni oldim va shunda ham odam ko'p, doktor kutib turgan. Biza Inzemet servis bilan borganligimiz uchun tezroq kirdik va yana pastga qaytdim. Chunki tarjimonimiz allaqachon bizani kelib kutib turgan edi. Va sekin shu koridor bo'ylab eskalator ko'rib tushib boriladi. Va aytgandek tarjimonimiz keldi deb o'ylagan edim, lekin tarjimonimiz hali ham kelmagan ekan. Shu Max Super Specialty Hospital bo'ladi. Tarjimonimiz keldi. Max Daily klinikasining mashinasi keldi va biz sekin gostinitsaga qaytib yo'l oldik. Uy ozgina dam olganimdan keyin mototsiklni olib, sekin marojniy olgani chiqdim. Marojniyni ham olgandan keyin gostinitsaga qaytib ketdim va shu bilan kunimiz tugadi.